1896-yilda tarixdagi eng qisqa urush boshlanadi va atigi 38 daqiqa o'tib yakunlanadi. Angliya Zanjibar urushi shunday boshlangan. Zanjibar sultoni Hamad kutilmaganda vafot etadi va uning amakivachchasi Xolid bin Bargash Britaniya roziligisiz hokimiyatni egallaydi. Mintaqada kuchli mustamlakachilik manfaatlariga ega bo'lgan Britaniya imperiyasi undan iste'foga chiqishni talab qiladi. Xolid rad javobini beradi va yuzlab qurollangan soqchilar bilan qasrda yashirinadi. 1896-yil 27-avgust soat 9 dan 2 daqiqa o'tganda bandargohdagi Britaniya harbiy kemalari o'q otishni boshlaydi. Nishonga qasr va harbiy mudofaa obyektlari olinadi. Soat 9 dan 40 daqiqa o'tganida qasr vayron bo'lgan, Xolid qochgan va Zanjibar taslim bo'lgan edi. Zanjibarliklar tomonidan 500 dan ortiq qurbon, Britaniyaliklar tomonidan esa faqat bitta yarador dengizchi qayd etilgan. Urush qisqa bo'lsa-da, u mustamlakachilik kuchining yaqqol namoyishi edi. Britaniyaliklar darhol o'zlariga qulay sultonni tayinlashadi va Zanjibar 20-asr o'rtalarigacha Britaniya ta'siri ostida qoladi.